Assalomu alaykum. Bu kanalda oldin bir nechta videolar qilganmiz. Xitoylik zavodlarga qanday qilib aldanib qolmaslik borasida buni ko'rishinglar mumkin. O'shalarga qo'shimcha sifatida bugun bir bo'lgan voqeani sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Yaqinda bir mijozimiz biz bilan va o'sha zavod bilan demak WeChat platformasida gruppa qilib demak muloqot olib bordilar. Bu muloqot jarayonida zavoddan biz endi yuridik firma sifatida zavoddan ularni litsenziyalarini berishlarini so'radik. Chunki bu oddiy standart holat. Demak, bizga litsenziyangizni bering. Biz o'sha litsenziya va klientni demak ma'lumot asosida oldi-berdi shartnomasi yozamiz degan maqsadda so'radik. Endi zavod birinchi bo'lib bizga Marshall Island bu kichkina orol davlat. Marshall Islandda registratsiya qilingan korxonani demak hujjatini taqdim qildi. Bu birinchi bir anaqa xavotirli belgi bo'ldi. Men o'zim shaxsan o'sha gruppada edim, WeChat gruppada. O'sha zahotiyoq aytdim zavodga. Siz Xitoyda registratsiya qilingan, Xitoyda faoliyat olib borayotgan zavodsiz. Biz sizdan chet el litsenziyasini so'ramadik. Bu juda ham g'alati holat. Chet el korxonasi agarda u haqiqatda ham registratsiya qilingan bo'lsa ham, Xitoyda ishlab chiqarish qilayotganida u korxona kelib Xitoyda korxona ochishga majbur. Xitoyda to'g'ridan to'g'ri kelib, deylik Amerika korxonasi, O'zbekiston korxonasi Xitoyda ishlab chiqarish qila olmaydi. Bu noqonuniy. O'zbekistonda ham xuddi shunaqa. Birinchi bo'lib mantiqni ishga solish kerak. O'zbekistonga kirgan deylik, masalan, ko'proq tushunarli bo'lishi uchun o'ylab ko'ring. O'zbekistonga Amerika korxonasi kelsa-da, joyni arendaga olib turib, demak, ishlab chiqarish qilsa. Bu amaldagi qonunchilikka sal to'g'ri kelmaydi, chunki ishlab chiqarish qilish uchun o'sha mahalliy korxona ochish kerak bo'ladi. Demak, mavzuga yana qaytsak, men shunaqa dedim zavodga. Siz birinchidan mayli Marshall Islandni bir chetga surib turamiz. Siz o'zi Xitoy korxonasisiz. Xitoy korxonasini bizga hujjati kerak dedik. Mayli uni keyin jo'natib berishdi. Lekin men hali Marshall Islandni yana e'tibor qildim. Bergan litsenziyalarini. Kelinglar shuni bir o'rganib ko'raylik. Mayli mana mijozni yonida biz ko'rsatamiz, biz qanchalik demak xizmatlarimizni o'sha boshida turishimizni, qanchalik sifatli ekanligini. Marshall Islanddagi korxona ro'yxat oladigan bo'limga o'sha zahotiyoq telefon qildim. Chunki qaradik, demak vaqt bilan to'g'ri kelyapti. Ularda ham hozir ish vaqti ekan. Telefon qildim. Mana o'sha korxonani ismi, iltimos tekshirib berasizlarmi? Haqiqatda ham mana shu korxona sizlardan ro'yxatga o'tganmi deganda, nima deydi, surpriz. Bu korxona u yerda ro'yxatdan o'tmagan ekan. Bu fake qilingan hujjatni demak bizga taqdim qilgan. Yana ham g'alati ko'ringan narsa shunday bo'ldiki, o'sha litsenziyada Marshall Islandda bu yerda ingliz tili common law tizimida ishlaydigan demak yurisdiksiya bu. Korxona ro'yxatdan o'tkazadigan insonning nomi, ya'ni davlat idorasi, davlat ishchisining nomi Xitoy tilida yozilgan. Xitoy insoni yozilgan. Ya'ni Xitoy ismi u yerda turibdi. Bu juda ham g'alati. Mana shunaqa narsalarga juda sinchkov bo'lish kerak inson do'stlar. Unaqa davlatlarda ayniqsa bu kichkina orol mamlakat bo'lgan joyda xitoylikni borib u yerda davlat idorasida korxona ro'yxatdan o'tkazish mansabida ishlashi juda g'alati. Bo'lishi mumkin, lekin bir milliondan, 10 milliondan bir holat bu. Va ayniqsa mana bunaqa strategik masalalarda. Shuning uchun har bir narsaga sinchkovlik bilan yana bir bor e'tibor qilishlaringizni men tavsiya qilaman. Agarda tushunmasangiz, bizga o'xshagan Xitoy bilan ishlab yurgan yoki qaysi mamlakat bilan shu oldi-berdi shartnoma qilayotgan bo'lsangiz, o'sha mamlakat bilan ishlab yurgan yuridik korxonani jalb qiling. Ana unda sizni demak potensial turli muammolardan saqlab qolgan bo'lasiz. Endi yana o'zimizni misolga qaytadigan bo'lsak, nima bo'ldi o'sha korxona? Qisqasi shunaqa bo'ldiki, bu korxona fake. Men u gruppada o'sha zahot yozdim. Nimaga bizga fake hujjatni berasiz? Keyin u zavodning ishchisi o'zidan bilmagan insonni yoqib oldi. Men buni bilganim yo'q. Bizani ham o'sha Marshall Islandda, Marshall orollarida korxona ro'yxatdan o'tkazgan agentimiz aldagan ekan va hokazo va hokazo.
Biz aytdik, ha, albatta sizni aldagan ekan. Siz tabiiyki bunaqa korxonani ro'yxatdan o'tkazmagan ekansiz. Biz buni birinchi tekshirdik. Ya'ni kimlardir orqali emas, birlamchi men o'zim shaxsan telefon qilib tekshirdim. Va uzr so'radi, bizni alohida qo'shib qo'ydi. Mayli, siz bilan yuridik masalalar bo'yicha gaplashamiz. Bizga yana korxona kerak bo'lsa, sizlarga murojaat qilamiz. Uzr. Shunaqa bo'ldiki, endi baribir aldagan zavod bo'lib chiqdi va ular bilan biz klientga tavsiya qildik ishlamaslikni. Uni o'rnida boshqa bir zavod toping. Aldamaydigan, etika, xalqaro biznes etikasiga rioya qiladigan zavod bilan ishlashni tavsiya qildik. Mana shunaqa holat do'stlar, ko'ryapsizlar. Bu jarayonlar bizda doimiy ravishda bo'ladi. Agar biz shu oldi-berdi shartnomani, oldi-berdi tijorat aloqalarini demak bir qismi bo'lganimizda bo'lsak, demak mana shunaqa aldanib qolish vaziyatlarini demak oldini olamiz imkon qadar. Shuni sizlar bilan bugun bo'lishmoqchi edim. Murojaat qilinglar. Xitoyda va boshqa mamlakatlarda yuridik xizmatlar kerak bo'lsa, ayniqsa o'sha tijorat masalalarida biz sizlarga demak kerakli xizmatlarni ko'rsatamiz. Sog' bo'linglar.